Usta, hozirgi kunda avtomobillarga metan yaxshimi, propan yaxshimi? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Bu narsani ko'pchilik so'rab o'tishadi bizdan. Ya'ni propan qo'ysam yaxshimi, metanmi? Siz qaysi birini qo'yishdan qat'iy nazar, farsunkani uchida mana shu juklyor bo'ladi. Mana shuni 6 santimetrdan qo'yishlik shart. Agar bundan qo'ymaydigan biz mashina siltab qoladi. Kamera yaqinroq keling-da. Mana ahamiyat berg'iza Porsche'ning eng tagini teshganmiz va buni qo'yganingizdan keyin Porsche'ga yanada yaqin bo'ladi, tortishi idealli bo'ladi. Siz endi asosan mana bu narsadan qo'ygan bo'lsangiz, unchalik zo'r bo'lmasligi mumkin. Ahamiyat berib qo'yasizlar, biz faqatgina yangi uстановka qilamiz. Рабочий uстановka remont qilmaymiz. Biz faqat uстановka bo'lsa bizga telefon qilinglar. Va propanni sizga hisob-kitob qilib beradigan bo'lsam, Tracker 12 avtomobillarda o'rtacha ahamiyat berib qo'yasizlar. Toshkent o'zga viloyatlar narxida, ya'ni propan narxi 6400 so'mni hisoblaganingizda ham 40 ta propan sizga 260 ming so'mga grubi aylanadi. Endi agarda shu kilometrajda benzinda yurib o'taman deydigan bo'lsangiz, siz kamida 500 ming so'm xarajat qilishingiz kerak. Hammaga propanning kuchi, ot quvvati sizga 95 ta aktamini beradi. Shuning uchun Tracker, Onyx, Monza, Cherry, Haval, umumiy Empire avtomobillarga propan qo'ying, mazza qiling. Har qanday turdagi avtomobillarga super mega chegirma narxida agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, propan va metan uстановка qilib beramiz. Siz ming eng qimmat zapchast bilan yig'maysizmi? Siz ustani tanlovini to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, uстановкani zavodskiy qilmaydigan bo'lsangiz, sizning mashinangiz hech qachon yaxshi yurmaydi. Shuning uchun bu videoni barcha propanni yurmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Keling, kafolatini uстановка qilib beramiz. Oldi qo'yilgan zapchastga 100% 1 yil garantiya beramiz. Balonga esa servis tomonidan 10 yil zavodskiy uстановка sizni kutmoqda. Obuna bo'lishni unutmang.